Nexia 2 ni zo'ridan, yurgani kamidan, kraskasi tozasidan minaman deganlar uchun jigar bitta laykni bosib qo'ying. Men qisqacha obzorni qilib o'taman. 2013-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi absolutni toza, yurgan probegi atiga 56 ming bo'lgan Nexia 2 mashinasi sotuvimizga kelib qoldi. Xo'p, mashinada o'zini chiroyli mana diska balonlarida balo holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Xo'p, metallarigacha ustanovka qilingan, motori Sons gibrid, prostoy, lekin gidravlikasi bor. Mashinani hozirgi kunda hech qanaqa kamchiligi yo'q. Aytgandek, kraskasi toza, yurganini hozir sizlarga ham bitta ko'rsatib o'taman. Salonlariga kelsak, salonlari ham akkuratli chiroyli bo'lib turibdi, polilari bor. Yurgan probegini qaranglar endi. Men hozir o'zim minib ko'rdim, probegi kam, baribir kam yurgan mashina bilinar ekan. Xo'p, o'zini metafonlarida prostoy, lekin rollari gidravlika. Xo'p, buni yaxshi tomoni variant orqali ham kelib gaplashib olib ketishingiz mumkin. Naqd pulga keladigan bo'lsak, naqd pulga $4800 so'rashyapti egalari. Nomerlarni opisyonida qoldiraman. Bemalol kelib ko'rib, proverka qilib, tekshirtirib, ma'qul kelsa bosib yuborasizlar jigarlar. Kanalimizga o'tib bitta podpiskani bosib, mana shunaqa Nexia 2 ni yaxshisini minaman deganlarga mana shu videoni shunday tashab qo'yib, laykni bosib chiqib ketinglar jigarlar. Bizga podpishka bo'ladi. Biz ham sizlar uchun shunaqa mashinalarda ulashib borishga harakat qilamiz. Joninglar sog' bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qiling.